Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2026-yil 7-fevral navbatdagi prezident Jizzax viloyati Zomin tumaniga bo'ldi. Bu akamizning ikkinchi aravasi. İkinci araba pidat. Ekangiz olib ketgan, endi siz olib ketyapti, to'g'rimi? Ikkinchisi. Bu razmerimiz 1.40 340 razmerda bo'ldi. Kendi akaga topshiramiz. Aka, hozirroqdan aytib. Biz oldinab olganmiz, yaxshi ekan tomonimiz mustahkam. O'shaning uchun ham xudo xolasa yana bitta ketyapmiz. 40 sekund. Yaxshi kunlar xizmatchisi. Rahmat sizlarga. Prospektimizga kelsak 1.240, shu chambaralik 80, o'sha qo'ldan ko'tarilganda 120. Shamol ketadiganlar bilan chiroyli qilib taxladik mana. Cobalt mashinasiga parkoplarni ustanlikka qilib, hammasini chiroyli qilib taxlab berdik. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Men Jizzax viloyati G'allan tumanidan. Sog' bo'lasizlar. Like'larni ayamaymiz.